Assalomu alaykum, efirda Nazar haftalik ma'lumot dasturi, studiyada Davron Nasibxonov. Bu dasturimiz orqali o'tib borayotgan haftaning muhim xabarlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Bugungi dasturimizda Qirg'iz-o'zbek chegarasi orasidagi aniqlanmagan hududlar hal qilinadi. Bu borada ikki davlatning hukumat rahbarlari shartnomaga qo'l qo'ydi. Qirg'iz tarafdan qiziqchiligini saqlash masalasi qaralgan. Tekabayev va Cho'tonovning ishida sud hukm chiqardi. Natijada siyosatchilar 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ko'rdingmi? Slaba negizdelgan, mizamsiz chechim hech qanday dalil yo'q. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi yangi texnik talablar tadbirkorlarni qiyin ahvolga sola boshladi. Bunga o'lkaning to'la tayyor emasligi sabab. Moskva shahrini, bo'lsa Qozog'istondagi Olmati shahrini jiberiga majbur bo'lib kelganmiz. O'zganda yonib ketgan bozor qayta tiklana boshladi. O'sh shahridagi chiqindi tashlanuvchi hududni boshqa yerga ko'chirish talabi qayta ko'tarildi. Unda talab qo'yamiz. O'sha proyektlarni ishlab, rekultivatsiya ishlarini jasadi debchi. Dasturimizni boshlaymiz. O'tayotgan haftada tuzilgan shartnoma Qirg'iziston uchun emas, O'zbekiston tarixida ham o'chmas harflar bilan yoziladigan bo'ldi. Ikki o'lka orasidagi 1170 chaqirim aniqlangan chegarani qabul qilish bo'yicha shartnomaga hukumat rahbarlari imzo qo'yishdi. Bishkekda o'tgan hukumatlar aro komissiya yig'iniga O'zbekistonning hukumat rahbari Abdulla Aripov rahbarligidagi delegatsiya kelgan. Yig'in davomida ikki o'lka oldidagi savdo, iqtisodiy va madaniy aloqalar ham muhokama qilindi. Endi Qirg'iziston O'zbekistonga oziq-ovqat, qayta ishlash, tikuvchilik tarmog'i bo'yicha hamkorlik qilishga tayyor. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Qirg'iziston bilan O'zbekiston orasidagi bordi-keldi aloqalar to'xtaganiga 8 yil bo'ldi. Shu haftada mazkur davlat bosh vaziri Abdulla Aripov bosh bo'lgan delegatsiya Bishkekka kelib, hukumatlar aro komissiyaning yig'ini tashkil etildi. Sababi bir necha yildan beri uzilib qolgan aloqadan keyin orada hal etilishi kutilayotgan masalalar soni ortgan. Ularning boshida Qirg'iziston bilan O'zbekiston orasida aniqlanmagan chegaralar bor. Shu sababli o'rtada nizolar paydo bo'lib turadi. O'zbekiston bilan qo'shnilik ma'millarni o'niktirish Qirg'izistondan tashqi siyosatining ortiqchilikli bag'otlarining biri. Ikki o'lkaning o'rtasidan yuklarni olib o'tuv, yetkirish uchun Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi o'tkaruv bekatlarini nishin qayradan jonlantirish zarur. Antkeni ikki mamlakatning o'rtasidagi to'sqinlik bilan chektovni joy bo'yicha o'nugu bo'lmaydi. Chegaralarni delimitatsiyalash jana demarkatsiyalash bo'yicha сөйлөшүү ийгиликтүү өтүп жатат. Өзбек тарап эки өлкөнүн ортосундагы ишенимдүү, конструктивдүү диалогду улантууга чечкиндүү көз карашта. Башкысы чегара тилкелерин укуктук жактан тактап бекитүү боюнча сүйлөшүү ийгиликтүү болду. Shu vaqtgacha chegaradagi aniqlanmagan yerlar bo'yicha nizolar sababli ikki davlat orasida 15 marta so'zlashuvlar tashkil etilgan. Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegarasining umumiy uzunligi 1387 chaqirimni tashkil etadi. Yana 324 chaqirim joy masalasi hal etilmagan. Hukumatlar aro komissiyaning bu galdagi yig'ilishi chegara masalasi yopiq eshik ortida bo'lib o'tdi. Natijada har ikki davlatning premyer ministrlari ommaviy axborot vositalariga 1170 chaqirim aniqlanmagan chegara bo'yicha shartnoma imzolanganini aytishdi. Mana hozir жаңы жазылған 90 chaqirimning ichida albatta har bir uchastik bo'yicha Qirg'iz tarafdan qiziqchiligini saqlash masalasi qaralgan. Hozircha aniqlanmagan joylar qanday hal etilgani bo'yicha ochiq ma'lumot berilmadi. Bu gal chegaraning aniqlangan joylari bo'yicha vaqtincha qaror imzolanib, chegara bo'yicha 84% siyosiy qaror qabul qilindi. Mazkur hujjat yaqin kunlar prezident Almazbek Atambayevning O'zbekistonga bo'ladigan ish safarida imzolanishi ma'lum bo'ldi. O'shandan keyin ikkita davlat orasidagi nizoga sabab bo'lgan maskanlar aniqlanib, ommaga ma'lum qilinadi. Chegara masalasi ko'rib chiqilgandan keyin hukumatlar aro komissiya ikkita davlatning diplomatik aloqalariga ham to'xtalib o'tdi. Yig'in davomida ma'lum bo'lganday Qirg'iziston bilan O'zbekiston oziq-ovqat, qayta ishlatish va tikuv tarmoqlari bo'yicha ham hamkorlik qilishadi. Ikkita davlat orasida savdo-sotiq iqtisodiy yo'lga qo'yilib, eksport-import mahsulotlar soni ortishi kutilmoqda.
Уважаемые друзья, прошло 8 лет. Сиздер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Өзбекстан Республикасы менен жылуу коңшулук мамилелерди өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Мындан ары кыргыз-өзбек кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө багытталган эки тараптуу мамилелерди активдешүүсүн кубануу менен белгилейм. Кыргызстан биздин эзелтеден ирегелеш жашап келген ишенимдүү өнөктөшүбүз. Салтыбыз менен тагдырыбыз бири-бирибиз менен байланышкан. Өз кезегинде Өзбекстан коңшулар. Албетте анын ичинен Кыргызстан менен ачык, достук маанайдагы алака катнашты каалайт. Hukumatlar aro komissiya ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga yaxshi sharoit yaratib berdi. Bundan keyin ikki tomonlama aloqalar yaxshilashga yo'naltirilgan uchrashuvlar va madaniy kechalar tashkil etishga alohida e'tibor qaratilishi ta'kidlandi. Buning asnosida oktyabr oyida Qirg'izistonda O'zbekistonning madaniy kunlari tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Hilola Ashurova, Gulzara Baqayeva, Azamant Imanov, Bishkek shahri. O'tayotgan haftada Atamekin fraksiyasining lideri Umurbek Tekabayev va sobiq ministr Dushonkul Cho'tonov 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. 1-may rayon sudining hukmiga ko'ra ayblanuvchilarning mol-mulki davlat hisobiga o'tkazildi. Undan ham jazo muddatini o'tab bitgandan so'ng 3 yil davlat xizmatida ishlash taqiqlandi. Hozirda Umurbek Tekabayev va eks-ministr Dushonkul Cho'tonovning advokatlari apellyatsiya arizasi bilan shahar sudiga murojaat qilishmoqchi. Mavzuni batafsil muxbirimiz hikoya qiladi. Atamekin fraksiyasining lideri Umurbek Tekabayev va sobiq ministr Dushonkul Cho'tonovning ishi 1-may rayon sudida ko'rib chiqildi. Sud yig'ilishi 5 soat davom etib, jarayon davomida Tekabayev so'nggi so'z o'rnida Cho'tonov ikkisi begunoh ekani ta'kidlandi. Bu vaqtda sudlanuvchilar tarafdorlaridan 50 nafarga yaqini va Jo'g'org'i Kengashning ba'zi deputatlari sud binosi oldiga yig'ilishdi. Gördüңөр, слабо негизделген, мыйзамсыз чечим, эч кандай далил жок. Жөнүндө жазылган. Mazkur qarorda Tekabayev bilan Cho'tonov 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Bundan tashqari prokuraturaning ularning mulkini davlatga o'tkazib, jazo muddati tugaguncha 3 yil davomida davlat ishida ishlamasin degan iltimosi qanoatlantirildi. Davlat ayblovchisi sudda Tekabayevni 10 yil, Cho'tonovni esa 8 yil ozodlikdan mahrum etishni iltimos qildi. Эпизод биз боюнча полностью жокко чыгарылган. Биз доказать этип бердик, тастыктап бердик ар бир документтер менен. А сотто ошону мындай жазып, ошону далилдеп берилген жок. Просто Маевский туура айтып атат, Модин туура айтып атат, Абдрахманов хотя билбейм, эсимде жок деген нерсени туура айтып атат деп эле жөн эле алып туруп эле Маевскийдин сөзүн чындыкка салып туруп эле бир эле Маевский менен эле Модин показаниясы менен өкүм чыгарып салды. Sudya ta'kidlaganda Qirg'iziston Respublikasining 2014-yildagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari deklaratsiyasi 65 yilligi haqida qonunga ko'ra Tekabayevga berilgan jazo muddatining 3dan biri qisqartirildi. O'shanda vaqtincha ushlash joyida o'tkazgan har bir kuni 2 kundan hisoblanib, Tekabayev bilan Cho'tonov qisqargan jazo muddati bilan 4,5 yildan tashkil etdi. Диктатураға қаршы тұрабыз. Мынау Эрни Сулуу Айбек сыяктуу сотторду кийинки келген президентке, кийинки келген бийликке иллюстрация жолу менен булардын бардыгын тазалап, жазага тарта турганды биз мындай талап кылышыбыз керек. Анткени эмне үчүн улам келген президенттер оңолбойт? Анткени бир дагы президент, бир дагы соттор ушинтип жазага тартылбагандан айынан алар биринен бири ашып мындай диктатор болгонго мындай жетише алышат да. Мен бул жерден эч кандай трагедияны көрбөй эле турам. Мисалы үчүн ошол эле Өмүрбек Чиркешевичтин өзүнүн керт башына болгон трагедия эмес деп эсептейм. Бул керек болсо биздин Кыргызстандын демократиясынын өнүгүшүнүн трагедиясы. Бул керек болсо биздин официалдуу бийликтин баягындай бир чалпоолук жасалган ушундай бир чоң трагедиясы деп эсептейм. Umurbek Tekabayev sudning qarori noto'g'ri ekanini aytib, sudya Aybek Ernso'g'li hukumatning siyosiy topshirig'ini bajargan dedi. Shuning uchun sudlanuvchilarning advokati takroran shahar sudiga ariza bilan murojaat qiladigan bo'ldi. Eslatib o'tsak, Tekabayev bilan Cho'tonov Megakom kompaniyasiga aloqador Rossiya fuqarosi Leonid Mayevskiydan 1 million pul olganlikda ayblanishgan. Hilola Ashurova, Gulzara Baqayeva, Azamant Imanov, Bishkek shahri.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining 18 texnik reglamentiga Qirg'izistonning ayrim tarmoqlari to'liq tayyor emas. Buni ayrim tadbirkorlar bilan ixtisoschilar aytib, mahsulotni chetga chiqarish uchun umumiy qoidani tuzish kerak deyishmoqda. Buning uchun ishlab chiqaruvchilar orasida hukumat avval o'qitish ishlarini o'tkazib, tushuntirish ishlarini yuritishi kerak. Sababi eksportga chiqqan mahsulot ko'zlangan joyga yetib, tadbirkor zarar ko'rmasligi lozim. Shu sababli hayvonlarni identifikatsiya qilib, yengil sanoat tarmog'ida tovarni tasdiqlovchi laboratoriyalarni qurish davri keldi. Bu yerdan paxtadan ishlab chiqarilgan ichki kiyim va futbolkaning bir necha turi chiqadi. Gazlama To'qmoq shahrida yaqinda ochilgan tekstil ishxonasidan kelib, mahsulot sifati avvalgidan yaxshilangan. Bu haqda aytgan tadbirkor Chinibek Ajibekov buyurtma berganlarning soni ko'payganini qo'shimcha qiladi. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yangi kiritilgan 18 texnik reglamenti ishga to'siq bo'lgan. Chunki mahsulot sifati talabga javob berishiga qaramay, buni tasdiqlovchi laboratoriya Qirg'izistonda yo'q deydi u. Tovarımızda tasdiqlay turgan laboratoriyalarning yo'qligi bu cho'ng go'y. Sebebi mana bu cheyin bizdagi shol ES'ning quramına kirgandan keyin shol materiallarni chiqargan produksiyamizni tasdiqlash uchun je Moskva shahrini, je bo'lsa Qozog'istondagi Almaty shahrina jiberuga majbur bo'lib kelganmiz. Bu problema bugungi kunda da bor. Agar tovarni tasdiqlovchi laboratoriya o'lkada qurilsa, tikuv ishxonalarining ishi yengillaydi. Buning uchun hukumat veterinariya va fitosanitariya laboratoriyalarini qurish bilan cheklanmay, umumiy qoidani ham tuzishi lozim. Bunga hayvonlarni identifikatsiyalash ham kiradi. 80-90% majburimligining janobi talablariga javob beradi. Agarda кейбір qana bir mükellefler bo'lib talablar to'g'ri kelib qolsa, biz Almatydan, Rossiyadan tekshirganda to'g'ri keladi. Alar bilan bizda memorandum bor o'shondachi. Ittifoqning yangi standartiga ko'ra tovarlarning qadoqlanishidan tortib temir yo'l vagonlarigacha nazorat qilinadi. Agar talabga javob bermasa, temir yo'ldagi yuklar ittifoqqa a'zo bo'lgan 5 davlatga kirgizilmaydi. O'lkada tikilgan liboslar ham maxsus litsenziya olishi kerak. Iqtisodchilar yangi reglament tadbirkorlarning ishini yanada og'irlashtirishi mumkinligini aytishmoqda. Masalan, eksportga jo'natilgan tovar yangi usul bilan qadoqlanmasa, bu holatda hukumat yordam qo'lini cho'zmaydi. Былтыр айтып жүрүшпөдү, Кытайга биздин мактаган балды алып барсак, ал жерден антибиотик чыгып калды да. Бул эмне деген? Ошо арларды дарылаш керек. Бирок өзүнчө эмеси менен да, эрежеси менен да. Ушул жагынан бизде чоң проблемалар болот болуш керек да. Себеби мына өзгөчө ушу мал чарбасында, айыл чарбасында да. Себеби баягы илгери 2007 жылдан бери жанакы паспортизация деп баштабадык беле. Ошондо кээ биребиз күлгөбүз, кээ биребиз элге паспорт бере албай атканда малга эмнеге беребиз депчи. Себеби сертификация ошо паспортизациянын эмеси негизи ошондо болчу да. Ittifoqning talabini yuqori darajada bajarish uchun avval fermer dehqonlarni o'qitib, ma'lumot berish kerak. Bu esa har bir ishlab chiqarilgan mahsulot sifatini ko'tarilishiga imkon yaratib, 2015-yildagi asal hamda go'sht ortidan chiqqan muammolar qaytalanishiga nuqta qo'yadi. Dasturimiz davom etadi. Yong'in chiqqan O'zganning markaziy bozori qaytadan tiklana boshladi. Tilsiz yov oqibatida kuyib ketgan savdo shoxobchalari ta'mirlanib, 70% yakunlanish arafasida. Yong'in qayta bo'lmasligi uchun mahalliy hukumat noqonuniy shoxobchalarni surdirib, boshqa yerga jildirish talabini qo'ymoqda. Biroq sotuvchilar o'z qarshiligini bildirib, ko'chishga norozi bo'lmoqda. Shahar meriyasi savdogarlarning mazkur harakatini soliq to'lashdan qochayotgani bilan izohlamoqda. Yong'indan keyingi bozorning ahvoli bilan muxbirimiz tanishib keldi. O'zgan shahrining markaziy bozorida 72 million so'm moddiy ziyon olib kelgan katta yong'indan keyin savdogarlar o'z o'rinlariga qayta boshladi. Biroq noqonuniy hisoblangan yo'lakchalar savdo qilganlarga ham o'z o'rinlaridan boshqa yerga bormasligini aytib chiqishdi. Ularga ko'ra bu yerlar ham bozor yetakchilari tomonidan sotilgan va har oy bu joylar uchun ijara to'lashadi. Bizden başka yerge место нормально жайгаштырса болобуз. Бирок бизге место көргөзүп атат. 15 миң, 20 миң долларга сатабыз деп атат. Алар полный менчик жер. Бизде ал эми биздин кыргызча сомго мындай айлантканда миллион деген акча. Бизде миллион деген акча жок да. Миллиондорубуз өрттөлүп атса, кайсы миллионго барабыз азыр?
Savdogarlar bungacha tegishli organlar tomonidan o'tkazilgan reydlarda yoki bozor rahbariyati tomonidan yo'llarni ochish bo'yicha hech qanday eslatmalar berilmaganini aytishadi. Ofatdan keyin maxsus komissiya tashkil etilgan. Hozirgi kunda bu kabi holat qayta takrorlanmasligi uchun yong'inga qarshi xizmati hukumat vakilligiga maxsus murojaat yo'llagan. Bugungi kunda Borborduq bozorining aymog'ida 3 suv tutukchamiz bor. Biri mana bu yerda joylashgan, biri Guruch bozorida joylashgan, biri mana bu yerda joylashgan 3 suv tutukchamiz bor. Bugungi kunda 3 suv tutukchasidan gücülmen avalda emas. Bir suv saqtagıchimiz bor. Bu mana bu yerda chiyil buna ko'rsatilgan. Suv saqtagıch bugungi kunda gücülmen avalda. Tashkil etilgan komissiyaning ma'lumotiga ko'ra, hozirgi kunda 150 dan ortiq savdo markazlari bozorning bosh rejasidan tashqarida ekanini aniqlashgan. Hozirgi kunda noqonuniy o'tirganlarning barchasi surdirilib, o'rni tozalab, yo'llar kengaytirildi. Bozor ayni kunda yangidan savdoga tayyorlanmoqda. Markaziy bozor ichida 200 dan ortiq noqonuniy savdo joylari bor. U yerlarga esa noqonuniy o'tirgan savdogarlar o'z ixtiyorlari bilan savdo joylarini o'rnatishlari mumkin. Bu bo'yicha O'zgan shahar meriyasi yong'indan jabrlangan har bir savdogarga xat yo'llagan. Mizamsız turgan sandık eğilerine oşalarda sunuş qilib turib, mizamlı yol uchastkalarga ko'chib, o'sha yerda savdo qiluvni sunuş qilamiz. Oşunu men birge bizdin Özgan rayonunda Жалауатқа кетіп жатқанда Дордой базары деген чоң базар açılған. Үндеп айттабыз адамдарға, o'sha yerga дағы альтернативный базар қатары o'sha yerga ko'chib, o'sha yerda savdo qiluvni. Eslatib o'tsak, yong'in oqibatida 2 oshxona va 250 dan ortiq savdo joylari ichidagi tovarlar bilan kuyib ketgan. O'tni o'chirishda noqonuniy savdo joylari xalal berib, suvni qo'lda tashishga ham to'g'ri kelgan. Ta'kidlab o'tsak, markaziy bozorga 14 nafardan ortiq xususiy shaxs egadorlik qiladi. O'sh shahridagi chiqindi maydonini boshqa yerga jildirish talabi qayta ko'tarildi. Japalaqning Dev uchastkasidagi aholi chiqindining yoqimsiz isidan toqatlari toq bo'lgan. Hasharotlar ham ko'payib, vaziyat tang holatda. Axlatlarni yoqishni taqiqlaganlarga qaramasdan tutunni to'xtatib bo'lmadi. Mana shu muammolar bilan arzlangan Devliklar chiqindi maydoni ko'chiriladi degan va'dasini O'sh meriyasiga eslatishdi. Shahar hukumati mazkur yo'nalishdagi loyiha amalga osha boshlaganini ma'lum qildi. O'shanda O'shning chiqindixonasi qayerga ko'chiriladi yoki hozirgi maydon tartibga keltiriladimi? Muxbirimiz lavhasida ko'ring. Chiqindi joyiga kuniga eng kamida 600 tonnaga yaqin chiqindi keltiriladi. Yelim xaltalardan tortib hayvonlarning o'liklargacha olinib kelinadigan joydan yoqimsiz hid taraladi. Tashlandilardan chiqqan yoqimsiz hid yoz kunlari Dev uchastkasigacha yetib boradi. Yashovchilar esa oynalarini yopib o'tirishga majbur. Bunday qilmasa yoqimsiz hid uyning ichlariga kirib, yondirilgandan keyin esa qora tutuni uyning ichlarini ham qoplab qolardi. Bu tashlandilarga qaragan odam yo'q. Sasıganına çıday albayız, çımın çirkelerine çıday albayız, eşiklerde, ayniklerde, fırçıklarda çalbayız. Mağaxşı o misal üçün jaş ötken nerseler, kichine tağı, sılabıyın nerseler, hiç eşke çıgıp dem alışqa mümkünçülük yo'q. Tütögönü az gelgense jıtınaydı. Chiqindilar sababli yoz kunlari turli hasharotlar ko'payadi. Ular sababli turli yuqumliklar soni ortgan. Sababi chiqindi tashlanadigan joy bilan aholi orasidagi masofa saqlanmagan. Ошо климаттан да атат, жашаган жериңдин экологиясы начар деп атат. Ошодон жөтөлүп атат балаң дейт. Дары канча 3 жолу больницага жаттык. Үчөндө тең эле ошо ояка барганда жакшы болуп калат, бияка келгенде кайра кармайт. Вице-мэрге барганбыз. Барсак өзү келип, мен жеринен көрөм деген. Ошол бойдон 2 жолу бардык, келген жок. Полигон боюнча айта турган болсам, бүгүнкү күндө норматив боюнча полигон менен айылдын ортасы 1000 метрден кем эмес болуш керек. Бирок азыр полигон менен тиги Девда жашаган айрым үйлөрдүн ортосунда каралык, бирок 1000 метрден чыкпайт, андай факт бар. O'shdagi chiqindi maydoni Soyuz vaqtida ochilib, umumiy maydoni 53 gektarni tashkil etgan. Yarim asrdan beri maydonining asosiy qismi to'lib, hozirgi kunda yana qo'shimcha 3,5 gektar maydonga chiqindi tashlanayotgani bilan maxsus me'yorlar saqlanmasdan keladi. Masalan, chiqindi joyida yerni ishlatish uchun ruxsat va bosh chizmasi bor. Ekologiya va texnika talablari esa umuman saqlanmagan. Tozalik колдонуп жаткан полигон бүгүнкү күндө бир эле ошол генералдык план чиймеси менен анан гос актысы бар. Мамлекеттик актысы жерге болгон. Анан ошо Ош тазалык муниципалдык ишканасы менен эле договор менен иштейбиз. Биз азыр бүгүнкү күндө талап коюп атабыз. Ошо проектлерин иштеп, рекультивация иштерин жасаа депчи.
Yuqoridagi talablar saqlanmagani uchun O'sh shahar meriyasi chiqindi joyini yopib, sanitar talablarga javob beradigan poligon ochish bo'yicha loyiha tayyorlashgan. Unda deyarli barcha me'yorlar zamon talabiga javob bera oladi. Mablag' masalasi ham hal etilgani bilan, biroq bunga mos keladigan maydon yo'qligi loyihani ishini ortga surmoqda. Anan shu biz kelajakda o'ylab turib, anan keyin eng ыңгайлуу жерлешүү Оонадырдын үстүндөгү жерди тапканбыз. Анан ал жер Кара Суу районуна караштуу болгондугуна байланыштуу ошол Кара Суу районунун Шаркы айыл өкмөтүнүн депутаттарынын чечими керек экен, ошолордун макулдоо керек экен. Ошондуктан ошол багытта иштер жүрүп жатат. Loyihada chiqindini qayta ishlatadigan zavod ham ko'zda tutilgan. Biroq sarmoyadorlarning so'zlariga ko'ra, O'shdan chiqadigan chiqindini miqdori qayta ishlatishga kamlik qiladi. Shu sababli hozircha zavod qurish ishi noma'lum. Yangi chiqindi joyi esa 2018-yili bitkazilishi rejalashtirilgan. Hilola Ashurova, Asil Busurmanqul qizi, Azam Buzrukov, Intimoq. Jalolobodda bu yil shahar budjeti hisobidan birorta ham qurilish qilingani yo'q. Bunga shahar kengashi deputatlarining budjetni qabul qilish uchun yig'ila olmayotgani sabab. Buning natijasida shaharning qishga tayyorgarligi ortga surildi. Shu bilan birga yer transformatsiyasi ham qolib ketdi. Ko'pchilik koalitsiya budjetni ko'rib chiqishga harakat qilayotganini aytganiga qaramay, yilning yarmi o'tib ketdi. Endi jamoatchi faollar aytgandek, bu yil shahar budjeti qabul olinmay qolaveradimi? Har yili shaharning taniqli ko'chalarini ta'mirlash ishlari olib borilar edi. Masalan, o'tgan yili Lenin ko'chasi kengaytirilgan, joriy yilga Chexov ko'chasini kengaytirish rejalashtirilgan, ammo amalga oshmadi. Sababi qurilishga sarflanuvchi xarajat budjet qabul qilinmagandan keyingina ajratiladi. Ko'chani kengaytirish avtomobil tiqinlarini ozaytirib, bu yerdagi tartibsizliklarni yo'lga solish maqsadida qilinadi. Ошол шаардын бир нече көчөлөрдү кеңейтүү, тротуарларды асфальттоо, арык каналдарыбызды тазалоо маселелери бар эле, такыр бардыгы маселе чечилбей турат. Shuningdek, shaharning bu yilgi qishga tayyorgarligi ham ortda surilmoqda. Sababi har yili ko'mir, tuz va qumga bo'lgan tender bir marotaba e'lon qilinib, hammasi barobar olib kelinar edi. Joriy yilga budjet berkitilmaganlikdan har oy 2% ajratilgan summani yig'ib, yaqin kunlarda tender o'tkaziladi. Endi yilning oxirida yana bir tender o'tkazilib, ko'mir, qum, tuzning yarmi ta'minlanadi. Ошол 9 ай менен берип, qum, көмүр, туздун тендерин кылып атабыз. Андан сырткары эми жылдын аягы менен дагы бир тендер беребиз да. Бир топ ыңгайсыз маселелер болуп турат. Bundan tashqari yer transformatsiyalash ishlari, sarmoyalash ishlariga ham shahar kengashining qarori kerak. Ammo deputatlar hali ham kelisha olishmayapti. Shu kunga qadar o'tkazilib kelinayotgan sessiyalarda kvorum bo'lmay budjet qaralmayapti. Ko'pchilik koalitsiyasining lideri Saidilla Chinberdiyev oldindagi haftada budjet masalasi yechiladi deb va'da berdi. Эми азыр августтун уже 15 неме болуп калды. Неме Кудай кааласа ушу август ичинде полный бекитебиз деген ойдобуз. Август ичи бүтөт Кудай кааласа. Shahar kengashiga deputatlarni saylash 2 marotaba o'tkazilsa ham avvalgi ahvoli takrorlanib, shahar ishi oldiga jilmayapti. Bundan keyin mahalliy kengashlarga saylov qonunlariga o'zgartirishlar kiritish kerak, deydi jamiyat aktivi Saidilla Janaliyev. Sababi qandaydir jazo bo'lmasa, deputatlarni shahar kelajagiga e'tiborsiz qarashi davom etaveradi. O'zimiz qilib turgan prokuraturada bir tekshirish chechim qabul qilib aytadi bu. Biz ham o'shalar ko'zimiz kerak edi. Hozir deputatlarning bu harakati mizamdimi, mizamsizmi? Mana shuni hozir taqtov kerak-da. Har yili budjet mart oyining o'rtasida qabul qilinadi. Shunda ham ayrim qurilishlar nihoyasiga chiqmay keyingi yilga qolib ketar edi. Ammo joriy yili qurilishlar hattoki boshlanmasligi ham ehtimoldan xoli emas. Chunki shaharning 400 mingga yaqin budjeti oldindagi yig'ilishlarda ham berkitilmay qolishi mumkin degan so'zlar aytilmoqda. Batkendagi shifobaxsh issiq suv profilaktik sanatoriyasi talash bo'lmoqda. Xususiy tibbiy markazni chegara xizmatining 2022 harbiy qismi o'zlariga o'tkazib olishni rejalashtirishmoqda. Hozirda 2 yildan beri hal qilinmagan masalani sud xususiy tomonga hal qilib bergan. Lekin bu qarorga rozi bo'lmagan harbiy xizmat xususiy sanatoriyani talashmoqda. Batafsil muxbirimiz hikoya qiladi. 1980-yili Batkenning Dara qishlog'ida Jilusuv profilaktik sanatoriyasi qurilgan. Mazkur joyda dorivor xususiyatga ega buloq bor. Sobiq Sovet davri tarqagandan keyin sanatoriya ishlatilmasdan qarovsiz qolgan. 1999-yili esa Batken voqealaridan keyin chegara xizmati foydalangan. Biroq 2011-yili esa yaroqsiz holga keldi degan sabab bilan xususiylashtirilgan. Ayni vaqtda sanatoriya o'z faoliyatini olib borayotgan vaqtda chegara xizmati mazkur sanatoriyani talasha boshladi.
военныйлар башлады. Biz өткөз алганбыз. Соттан biz утуп алдык да biz билбедик сотточу. Келип biz endi ремонт кылып баштаганда саунанын оңдойн дегенде военныйлар келип biz өткөз алган. Сотто утуп алдык деп талашып келдик. Анан ремонтубуздан токтоодон ошону соттошуп баштады. 5 yil davomida binoni ta'mirlash ishlariga ko'p mablag' sarflagan Baxtibek Minbayev toza suv uchun 2 million mablag' sarflagan. Shu sababli mulk egasi rayon sudiga murojaat qilgan. 2 yil davom etgan sud xususiy taraflar manfaatiga qaror chiqarib bergan. Biroq chegara xizmati esa mazkur binoni o'zlariga olib post qurishni ko'zlashgan. Shu sababli ular oliy sudga murojaat qilishgan. Привалочный база болот да. Бул биздин жана материалдык каражаттарды сактоо кампаларын ачабыз. Ошондой эле өздүк курамашында жана мен айтып кеткендей жаан-чачын же кар жааган учурда эс алып, түнөп, андан ары калган ошол маршрут боюнча өзүнүн qo'yilgan topshiriqlarni atqaruga jo'natiladi. Batken viloyatidagi Dara qishlog'i Qo'rg'on chegara postigacha 192 chaqirimni tashkil etib, u yerga oziq-ovqat yetkazish muammo yaratmoqda. Shu sababli chegaradan 7 chaqirim oralig'ida post qurish rejalashtirilgan. Agar u yer post bo'ladigan bo'lsa, u yerda yog'ingarchilik kunlarda va qor qalin yoqqanda tunab qolishadi. Sababi Daradan Zardaligacha 90 chaqirim yo'lni avtomashinada emas, piyoda bosib o'tish ham xavfli. Sanatoriyasining ishlashida hech qanday ziyon adabiyot teskerincha qayradan ошол жерге келген область жалпы эле республикадан келиши биздин жарандардын кайрадан коопсуздугун камсыздап берүүгө дагы биздин мүмкүнчүлүктөр дагы жетет ошол. 2022 harbiy qismning rahbari u yer post bo'lgani bilan profilaktikaga keladigan dori-darmonlar yaxshi saqlanuvchi joy bo'lishini alohida ta'kidladi. Eslatib o'tsak, issiq suv sanatoriyasi joylashgan Jopaya hukumati Batken o'rmon xo'jaligining tarkibida. Buloq suvining tarkibida 34 xil kimyoviy moddalar bor. Qizilqiya shahrining Karavon qishlog'ida qishloq xo'jalik texnikalarini ta'mirlovchi texnika servisi ta'mirdan chiqarilmoqda. Ishxonaga umumiy miqdori 24 million AQSh dollarini tashkil qilgan texnik jihozlar o'rnatiladi. Sentyabr oyida foydalanishga topshiriluvchi texnik xizmat ishxonasining ochilishini mahalliy aholi sabrsizlik bilan kutmoqda. Soyuz vaqtida yuzlagan ishchi xizmat qilib kelgan Karavon qishlog'idagi texnika servisi ko'p yillar bo'yi foydalanishdan chiqib qolgan edi. Endi mazkur imorat Osiyo taraqqiyot banki qo'llovi bilan ta'mirlanmoqda. Zavod uchun zamonaviy texnikalar olinib, jami 24 million AQSh dollari sarflanadi. Mana varatadan kirgandan keyin texnika bu jag'dan tushib ketish kerakda, жаңы bo'lib turib, tayyor bo'ldi. Bu yerda svarishniy ishlari bo'ladi, покрасочный, vulkanizatsiya, бүт бардык мотор жасайт, агрегаторный цех, воздушный цех, бүт бардык цехтер болот. Буюрса. Ошондо дыйкандардын техникасы Баткен облусу боюнча, анан Баткенге жакын жайгашкан райондар, ошо облустун райондордо келип, техникаларын оңдоп, түзөп кеткен база болот бул. Texnikalarni ta'mirlovchi ishxona joriy yilning sentyabr oyida foydalanishga topshirilib, qishloqliklarni ish bilan ta'minlaydi. Buning uchun qishloqdagi 8-kasb-hunar liseyida 400 o'quvchi mazkur yo'nalishda ta'lim olmoqda. Texnik xizmat ushbu o'quv maskanining bazasida joylashib, o'quvchilar zamonaviy texnika bilan yaqindan tanisha oladi. Жети кесипке даярдайбыз. Ошо мелиорация боюнча фермер айыл чарба техникаларды неме кылган боюнча швея, токыр, сварщик, азыр заманбап кесиптер даярдайбыз да. Bu yerda og'ir texnikadan tortib, avtomobillarning barcha turlari ta'mirdan chiqariladi. Masalan, payvandlash, yelimlash, agregat hamda boshqa sexlarning bo'limlari bo'ladi. Ishxona ochilsa, mahalliy aholiga katta imkoniyat paydo bo'ladi. Qishloqliklarning 90% dehqonchilik bilan shug'ullangani uchun avval texnika borasida qiyinchiliklarga duch kelishar edi. Eski texnikalar buzilgach, ta'mirsiz qolib, ish ortga jilib ketar edi. Бүгүнкү күндө ошол биздин өзүбүздүн тургундарда, ошо айылда жашаган тургундарда бүгүнкү күндө 33 дөңгөлөк тракторубуз бар, 4 комбайн, 16 КАМАЗ, ушундай техникалар бар, бирок ар ким өзүнүн менчигинде да. Ошо токтом чыккандан кийин биз эле ошо шаардын мэриясы ушул элге жардам берүү жагынан ошо өзүбүздүн айылдарда ошо МТС базаны ачууга аракет кылып атабыз. Hududda jami 2000 gektardan ortiq ekin yeri bo'lsa, texnikalari ham yetarli. Shu sababdan yangitdan tashkil etilayotgan texnik xizmatga ehtiyoj katta edi. Agarda ishxona foydalanishga topshirilsa, birgina qishloq emas, butun oblastga xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, u yerda 50 ga yaqin ishchilar xizmat qiladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Keyingi dasturimizda yaxshi xabarlar bilan uchrashguncha xayr omon bo'ling. Xizmatingizda Davron Nasibxonov bo'ldi.